Mana do'stlar, bizning navbatdagi kotyolimiz ham bitdi. Bu kotyolimiz boshida aytib o'tib ketaman, 150-100 kvadrat joylarni bemalol isita oladi. Bu kotyol gazga ham o'tin. Bemalol o'tin talabi bo'ladi. Bu yer qopqog'i bo'ladi. Bu qopqog'ning sentridan dimoxod qo'yiladi. Tak, qopqoq ochiladi. Bular nima deb savol berayotganlar uchun bu tormoz vazifasini bajarib beradi. Kerakli issiqni ushlab qoladi. Ortiqcha issiqlik chiqib ketmaydi. Tak. Mana bu kuldonchasi bo'ladi. Klient talabi bo'yicha ixchamgina qilib, yengilgina yasab qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin oyoqchalari. Klient talabi bo'yicha keyin podacha obratkalar ulanaveradi. Pastdan nima? Obratka ulanadi, tepadan podacha ketadi. Eshikchalari ham yaxshi bo'ldi. Shu oldin boshida aytib o'tganimdek 150-100 kvadrat joylarni bemalol isita oladi. Tak. Bunisi garilka hisoblanadi. Tak, garilkamiz hali tayyor bo'lgani yo'q. Tayyorlanib ichiga qo'yiladi. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Bu kotyolimiz ixchamgina va qulaygina bo'ldi. Kimga agar shunaqa kotyol xizmatlari, parovoy отопление bo'lsa, sistemalarni ulash xizmatlari bo'lsa, aloqaga chiqaveramiz. Bu kotyolimiz tak ixchamgina bo'ldi. Shu narxlari gavdasiga qarab, shu istaydigan kvadratiga qarab narxlar qo'yilaveradi. Agar kimga shunaqa kotyol xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bu kotyol uzog'i 2-3 kunda bitadi. Bunga rang berilgandan keyin juda ham chiroyli bo'ladi.